Axloq. Insonlarni yaxshilikka chaqiruvchi, yomonlikdan qaytaruvchi bir ilmdir. Yaxshi xulqlilarning yaxshiligini, yomon xulqlilarning yomonligini dalil va misollar ila bayon qiladigan kitob Axloq deyilur. Axloq ilmini o'qib bo'lib, amal qilgan kishilar o'zining kim ekanligini, Janob Haq uchun haq qilingan yer yuzidagi nima ish qilmak uchun yurganini bilur. Bir kishi o'zidan xabardor bo'lmasa, ilmini, ulamoni, yaxshi kishilarni, yaxshi narsalarni, yaxshi ishlarning qadrini, qimmatini bilmas. O'z aybini bilib, iqror bo'lib, tuzatmakka sa'y va ko'shish qilgan kishi chin bahordir va pahlavon kishidir. Rasuli Akram Nabiy muhtaram Afandimiz mezon tarozusida qo'yiladirgan amallarning ichida yaxshi xulqdan og'irrog'i yo'qdir. Mo'min banda xulqi sababli kechasi uxlamasdan, kunduzi ro'za tutib ibodat qilgan kishilar darajasiga yetar demishlar. So'ylasang, so'yla yaxshi so'zlardan, yo'qsa jim turmog'ing erur yaxshi. O'ylasang yaxshi fikrlar o'yla, yo'qsa gung bo'lmog'ing erur yaxshi. Ishlasang ishla yaxshi ishlarni, yo'qsa bekorliging erur yaxshi. Xulq insonni ikki narsada murakkabdir. Biri jasad, ikkinchisi nafsdir. Jasad ko'z ila bor narsani ko'rur, ammo nafs idrok ila yaxshi yomondan, oqni qoradan ayirur. Jasadning ham, nafsning ham biror surati bordirki, yo yaxshi, yo yomon bo'ladir. Jasadning surati hammaga ma'lum bir narsadirki, har vaqt ko'zga ko'rinib turadir. Ammo nafsning surati ko'zga ko'rinmaydigan, aql ila o'lchanadigan narsadirki, buni xalq xulq deb atalur. Agar bir kishi yoshligida nafsi buzilib, tarbiyasiz, axloqsiz bo'lib o'sdimi, Allohu akbar. Bunday kishilardan yaxshilik kutmak, yerdan turib yulduzlarga qo'l uzatmoq kabidir. Rasul Akram Nabiy muhtaram sallallohu alayhi vasallam Afandimiz bir tog'ning o'rnidan ko'chib ketganini eshitsangiz ishoning. Ammo bir odamning xulqi boshqa bo'ldi deb eshitsangiz ishonmang demishlar. Xulqi yomon yuz ko'zildan nasut. Yuz ko'zli xulqni qilmas kashut. Xulq marzig'a davo istasang, marg davosin berurlar qistasang. Xulqi yomonning keltirur ko'p zarar, xulqning o'zi boshingga kaltak urar. Xulqi fano bo'lsa degil alhazar, xor u zorlikda qolur darbadar.